fake xabarlarni qanday qilib tekshirish mumkin? Buni tekshirish uchun O'zbekiston Respublikasining o'zini ofitsial sayti bor. O'zbekiston Respublikasi chiqarib shu yuritadigan, ya'ni davlat tomonidan yuritiladigan sayt bor. Bu bilasizlar, masalan, hozir firibgarlar nima qiladi? Facebook, YouTube'ning nimasiga maskirovka qilib turib, sizga silka tashlashadi. Siz uni bosib video deb kirganingizda sizni yo telefoningizga ulanib olishadi yoki pulingizni yechib olishadi. Shuni oldini olish uchun davlat shunaqa sayt ishlab chiqqan. Buni hozir qanday qilib tekshirishni ko'rib chiqamiz. Buni tekshirish uchun eng foydali Telegram kanallarimdan bittasi Babelnetga kirib olasizlar. Bu yerda mana 29-noyabr kuni qo'yilgan mana shu xabar bor, e'lon bor, ya'ni mana shunda mana shu fake-kiber102.uz shunaqada mana shuni o'zini yozib olsanglar ham bo'ladi, lebo bitta brauzerga, agar kanalga kirib o'tirmayman desanglar, shu ustiga bitta bosasiz, saytga kiradi. Saytga kirganda mana bu yerda o'zi ma'lumotlari bor, mana yozib qo'ygan. Havolalarning haqiqiy yoki soxtaligini aniqlovchi platforma. Masalan, sizga bitta odam YouTube'ning silkasini tashadi, lekin siz bilmaysiz bu qanaqa silkaligini. O'sha silkani ichiga kirmasdan turib, kopirovat qilib turib, mana shu yerga joylaysiz. Keyin bu yerdan himoya kodini kiriting deyapti. Mana shu 9 mana shunaqa yozuv chiqib turgan yozuvni mana yerga yozasiz birga-bir qilib. Keyin qidirishni bosasiz. Bu yerda o'zi aniqlab aytib chiqarib beradi. Masalan, hozir bu yerda informatsiya bergan, yolg'on axborot tarqatish kodeks bor, ya'ni O'zbekiston Respublikasining qonunida 202-moddada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks yoki jinoyat kodeksi bor, 244.6-modda mana bu tanishib chiqsanglar bo'ladi. Keyin bu yerda kuniga mana kunlik tekshirishlar soni 546 va undan ko'proq odam kuniga mana shunaqa tekshiradi bu saytdan. Har xil silkalarni, bu yerda boshqa ma'lumotlari bor. Kirib sizga kelgan liboy bitta silkaga bosavermasdan mana shu saytdan tekshirib, keyin agar ishonchli bo'lsa, keyin kirishingizni tavsiya qilaman.